Uning qo'llari ilk bor belimdan topganida men nafaqat uning kuchini, balki butun borlig'imni qamrab olgan olovni his qildim. Biz qo'shni edik. Bolalik do'stlar. Keyin esa gunohga sherik bo'ldik. Mening ismim Anisa. 19 yoshdaman. Bizning qishlog'imiz daryo bo'yida joylashgan, yam-yashil vodiydagi jannat makon go'shi edi. Har yoz institutdan qaytganimda bu sokinlik, bu toza havo meni o'ziga rom etardi. Ammo o'sha yoz boshqacha edi. Chunki Karim bor edi. Qo'shnimizning o'g'li Karim. Mendan 3 yosh katta. Bolaligimiz shu daryo bo'yida, o'sha eski, tashlandiq tegirmon yonida birga o'tgan. Birga baliq ovlardik, birga daraxtlarga tirmashardik. U doim meni himoya qilardi. Endi esa u 22 yoshli, pishiq, qorachadan kelgan, nigohlarida chuqur ma'no yashiringan yigitga aylangandi. Men ham endi uning ortidan yugurib yuradigan kichkina qiz emasdim. Men uning nigohlaridan o'zimni olib qochadigan, yuragi hapriqib ketadigan yosh bir ayolga aylangandim. Bizning uchrashuvlarimiz tasodifiy bo'lardi, daryo bo'yida, o'sha eski tegirmon yonida. Ammo bu tasodiflar ikkimiz tomonidan ataylab uyushtirilganini bilardik. Biz gaplashardik, ammo ko'zlarimiz undanda ko'proq gapirardi. Uning menga qarashlari ular do'stning nigohi emasdi. Bu erkakning nigohi edi. Men bu nigohlardan ham qo'rqardim, ham sarmast bo'lardim. O'sha tun qattiq momaqaldiroq bo'lib jala quydi. Men kechki payt daryo bo'yidan qaytayotgandim, yomg'ir ostida qoldim. Eski tegirmon yagona panoh edi. Ichkariga yugurib kirdim. Va u ham o'sha yerda edi. Karim. Go'yo meni kutib turgandek. Ustidan suv oqardi, yubka ko'ylagi badaniga yopishib qolgandi. Qo'rqib ketdingmi, dedi u pichirlab. Uning ovozi negadir boshqacha, xirilloq edi. Yo'q, dedim qaltirab. U menga yaqinlashdi. Oradagi masofa qisqardi. Men uning qaynoq nafasini, yomg'ir va erkak hidini his qildim. Anisa, dedi u ismimni ilk bor boshqacha aytib. Men boshqa chiday olmayman. Yuragim bo'g'zimga tiqildi. Men nima bo'lishini bilardim va men bunga tayyor edim. Karim, dedim men ham pichirlab. Bur to'xta emas, bur kel degan edi. U egildi va meni o'pdi. Bu mening birinchi bo'sam edi. Ammo bu shunchaki oddiy bo'sa emasdi. Bu yillar davomida yig'ilgan sog'inchning, aytilmagan hislarning, taqiqlangan istakning portlashi edi. Bu qo'pol, ammo shunday ochofat, shunday otashin o'pich ediki, mening butun vujudim bunga javob qaytardi. Men uni itarib yuborish o'rniga qo'llarim bilan uning sochlarini changalladim. O'sha tun eski tegirmon devorlari orasida, yomg'irning shovqini ostida bizning gunohkor hikoyamiz boshlandi. U meni devorga suzadi. Uning qo'llari belimdan topib o'ziga tortdi. Sen meniki bo'lishing kerak, dedi u hansirab. Men qarshilik qilmadim. Qanday qarshilik qilay? Axir mening tanam ham buni yillar davomida kutgandek edi. Uning tajribali teginishlari, kuchli qo'llari mening kiyimlarimni shoshqaloqlik bilan yechib boshladi. Men ham unga yordamlashdim. Bizning tanamiz birinchi marta yalang'och holda bir-biriga tegdi. Bu olov edi. U meni ko'tarib eski un qoplari ustiga yotqizdi. Uning lablari, uning lablari. Ular mening tanamning har bir nuqtasini uyg'otdi. Bo'ynimni, yelkalarimni, ko'kraklarimni. U ularni avval mayinlik bilan o'pdi, keyin esa uchidan sekin tishlab oldi. Men urib yubordim. Bu lazzatdan boshim aylanib ketdi. Men uni mahkam quchoqlab, tirnoqlarimni yelkasiga botirdim. Uning issiq nafasi kindigimdan pastga tushdi. Uning tili. Lazzat. Men bunday lazzat borligini bilmagandim. Men faqat ingray olardim. U mening ayolligimni shunday ehtiros bilan o'pardiki, men aqldan ozayozdim. Men butunlay unga taslim bo'lgandim. Nihoyat u ustimga chiqdi. Uning qattiq turgan vujudi oyoqlarim orasiga yaqinlashdi. Men uning kattaligini his qilib bir zum qo'rqdim. Bo'shashing, jonim, dedi u pichirlab.
U sekin ichimga kirgizdi. Men ko'zlarimni qattiq yumib, labimni tishladim. Bu og'riq va lazzatning portlashi edi. U bir soniya to'xtadi. Keyin sekin harakatlana boshladi. Chuqur va mayin. Har bir harakat bilan men o'zimni yo'qotib borardim. Bu shunchalik kuchli, shunchalik yangi his ediki. Men uzoqqa bormadim. Men qattiq qaltirab, uning yelkasini ushlab bo'shashdim. U to'xtamadi. U jilmaydi. Endi haqiqiy lazzat boshlanadi, Anisa. Endi u tezlashdi. Uning har bir zarbasi meni lazzat yangi bosqichiga olib chiqayotgandek edi. Men uning belini tirnardim, oyoqlarimni uning beliga chirmadim. Uning ingrashi mening ingrashim. Biz ikki vujud emas, bir butun olov edik. Nihoyat u chuqur ingrab sochlarimdan tortgancha ichimga otildi. Men ham uning ortidan larzaga keldim, butun tanam qaltirab bo'shashdi. Biz bir necha daqiqa shunday qoldik, terlagan, hansiragan, ammo allaqanday bir g'alati, gunohkor baxtni his qilgan holda. O'sha yoz bizning yashirin jannatimizga aylandi. Biz har kuni o'sha tegirmonda uchrashardik. Biz sevishardik. Bir-birimizga to'ymasdik. Men hayotimdagi eng baxtli damlarni o'tkazayotgandim. Ammo yoz tugadi. Va u bilan birga bizning baxtimiz ham. Karimni armiyaga chaqirishdi. 2 yilga. Bu xabar yuragimni parchalab yubordi. Biz so'nggi bor o'sha tegirmonda uchrashdik. Bu ehtirosli emas, bu azobli vidolashuv edi. Biz yig'ladik va bir-birimizga va'dalar berdik. Men seni kutaman, Karim, dedim men. Men qaytaman, Anisa. Va biz birga bo'lamiz. Abadiy, dedi u ketdi. Qishloq huvillab qoldi. Men har kuni o'sha tegirmonga borardim. Uning hidini, uning so'zlarini eslardim. Tanam uni sog'inardi. Har kecha yostig'imni quchib yig'lardim. Qishloqda gap so'zlar ko'paydi. Kimdir bizni birga ko'rganmish. Ota-onam meni tezroq uzatish payiga tushdi. Men qarshilik qildim. Men Karimni kutardim. 2 yil 2 asrdek o'tdi. Nihoyat u qaytdi. Men uni vokzalda kutib oldim. Lekin u o'zgargandi. Armiya uni qattiq qo'l, jiddiy qilib qo'ygandi. Uning nigohlarida avvalgi olov so'ngandek edi. U meni quchoqladi, ammo bu quchoq avvalgidek emasdi. O'sha kuni kechasi biz yana o'sha tegirmonga bordik. Nostalgiya va notanish bir sovuqlik. Seni sog'indim, dedim men uning qo'lidan tutib. Men ham, dedi u, lekin ko'zlari boshqa yoqda edi. Men chiday olmadim. Men uning lablaridan o'pdim. U javob qaytardi. Ha, ehtiros hali ham bor edi. Biz yana birga bo'ldik. O'sha eski qoplar ustida. Ammo bu boshqacha edi. Bu endi 2 sevishganning birlashuvi emas, bu 2 begona tananing uchrashuvi edi. Uning teginishlari mexanik, so'zlari esa yo'q edi. Biz kiyinib bo'lgach, u sigaret tutatdi. Anisa, dedi u uzoq jimlikdan so'ng. Biz avvalgidek emasmiz. Men yig'lab yubordim. Nega? Nima bo'ldi? Armiya u meni o'zgartirdi. Men boshqa odamman endi. Va sen ham boshqachasan. Biz o'sha yozgi ertakda qolib ketdik. Haqiqat boshqacha ekan. U o'rnidan turdi. Meni kechir, dedi-yu chiqib ketdi. Men o'sha tegirmonda yolg'iz qoldim. Qalbimda nafaqat ayriliq azobi, balki aldanganlik hissi bor edi. Bizning otashin sevgimiz u faqat bir yozlik ertak ekan. Haqiqiy hayot u boshqa ekan. Men o'sha tun nafaqat sevgilimni, balki o'zimning bir qismimni ham yo'qotdim. Bizning hikoyamiz u baxtli yakun topmadi. U shunchaki tugadi.